Garvard, Oksford, Kembrij. Ularning barchasi uning g'oyasini ko'chirishgan. Bir musulmon ayolning g'oyasini. 859-yilda Fotima al-Fihri ismli ayol insoniyat tarixidagi ilk universitetga asos soldi. Bu voqea bundan 1200 yil avval Marokashda yuz bergan edi. Fotima 9-asrda Tunisda tug'ilgan. Otasi muvaffaqiyatli savdogar edi. Otasi vafot etgach, Fotima va uning singlisiga katta boylik meros qoldi. Ammo Fotimaning rejalari boshqa edi. U Marokashning Fez shahriga ko'chib o'tdi. U yerda oliy ta'lim olish uchun hech qanday maskani yo'q edi. Shuning uchun Fotima bir qarorga keldi. Dunyodagi birinchi universitetni qurish. O'z mablag'lari hisobidan Al-Qarawiyyin universitetining qurilishini boshladi. 20 yildan ortiq vaqt davomida u o'z boyligini, vaqtini va butun vujudini ushbu loyihaga bag'ishladi. Va nihoyat milodiy 859-yilda universitet eshiklari ochildi. Al-Qarawiyyin insoniyat tarixidagi birinchi universitet edi. Tarixda ilk bor tizimlashtirilgan o'quv dasturi, o'qishni tamomlaganlarga daraja berish, istalgan joydan kelgan talabalar uchun ochiqlik, teologiya, huquq, matematika, astronomiya va tibbiyot kabi fanlar o'qitilishi joriy etildi. Aynan shu dargoh kelajakdagi barcha oliygohlar uchun andoza bo'lib xizmat qildi. Oradan 200 yil o'tib Yevropada Oksford qurildi. Ular uning tizimidan foydalanishdi. 300 yil o'tib Kembrij, uning tizimi. 8 yil o'tib Garvard, hali ham uning tizimidan foydalanadi. Bugungi kunda Guinnessning rekordlar kitobi ham buni tasdiqlaydi. Al-Qarawiyyin universiteti dunyodagi eng qadimgi, uzluksiz faoliyat ko'rsatib kelayotgan va daraja beruvchi oliy ta'lim muassasasidir. U hali ham ochiq, hali ham dars bermoqda. Biroq ko'plab tarix kitoblari uning ismini chetlab o'tadi. Ular sizga universitetlar Yevropada paydo bo'lgan deb uqtirishadi. Lekin ular dunyodagi har bir kollej va universitet asoslangan poydevorni aynan yuksak maqsadli musulmon ayol qurganini aytishmaydi. U faqatgina universitet ochibgina qo'ymadi, balki butun bir tizimni ixtiro qildi. Uning ismi Fotima al-Fihri edi. Uning merosi yerdagi har bir universitet, lekin deyarli hech kim tan olishni istamaydi. Dunyo uning ismini bilish vaqti keldi. Yosh qizga nasihat kitobi har bir qizga ilmda dasturul amal bo'la oladi.